Assalomu alaykum. Efirda Rekord.uz sahifasi hamda boshlovchingiz Abduvali Beg'amov. Bugun ham O'zbekistondagi yana bir rekordga to'xtalib o'tamiz. O'zbekistonda sayyohlik ko'rsatkichi bo'yicha yangi rekord qayd etildi. Qariyb 3 oyda 20% lik o'sishga erishildi. Xo'sh, mehmonlar eng ko'p qayerlardan tashrif buyurishmoqda va ularning manzillari qayer bo'lyapti? Navbatdagi lavhada aynan mana shu haqida gap boradi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, bir oy ichida O'zbekistonga 1 milliondan ortiq sayyoh tashrif buyurgan. Bu hozircha tarixiy rekord natija hisoblanadi. Eng ko'p turistlar Rossiya, Turkiya va Xitoy davlatlaridan kelmoqda. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, bunday o'sish bir qator muhim omillar bilan bog'liq. Jumladan, investitsiyalarni faol jalb etish, vizasiz rejimining kengaytirilishi, xalqaro ko'rgazma va forumlarda O'zbekistonning faol ishtiroki o'z samarasini bermoqda. Albatta, bu yutuq yurtimizda tinchlik, millatlararo totuvlik, diniy bag'rikenglik va boy madaniy meros mavjudligining yaqqol dalilidir. Ayni paytda chet ellik sayyohlar eng ko'p tashrif buyurayotgan shaharlar Xiva, Buxoro va Samarqand bo'lib qolmoqda. Milliy taomlarimiz, mehmondo'stligimiz va tarixiy muhit sayyohlarda unutilmas taassurot qoldirmoqda. Ayniqsa, milliy liboslarimiz ularning katta qiziqishiga sabab bo'lmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, yaqin 4 yil ichida mamlakatimizga tashrif buyuruvchi sayyohlar soni 30 millionga yetishi kutilmoqda. Bizda hozircha shular edi. Rekord.uz sahifasini keyingi sonlarda ham kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.